Toshkent shahari Olmazor tumanida joylashgan Vystavishniy podstansiyasi O'zbek energiya ta'mir mutaxassislari tomonidan to'liq modernizatsiya qilinib, foydalanishga topshirildi. O'zbek energiya ta'mir mutaxassislari tomonidan amalga oshirilgan loyiha doirasida quvvati 25 megawatt bo'lgan ikkita kuch transformatori zamonaviy 40 megawatt quvvatli transformatorlarga almashtirildi. Shu bilan birga 110 va 10 kilovoltli elektr qurilmalari to'liq modernizatsiya qilindi. Loyiha doirasida yangi poydevorlar barpo etildi, metal konstruksiyalar o'rnatildi, kabel infratuzilmasi yangilandi, zamonaviy taqsimlash uskunalari montaj qilindi hamda eskirgan elektr qurilmalari to'liq demontaj qilindi. Barcha sinov va sozlash ishlari muvaffaqiyatli yakunlanib, podstansiya to'liq quvvatga ishga tushirildi. Amalga oshirilgan modernizatsiya natijasida elektr ta'minotining ishonchliligi sezilarli darajada oshdi, podstansiyaning o'tkazuvchanlik quvvati kengaydi hamda Toshkent shahrining tobora ortib borayotgan elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini barqaror ta'minlash uchun mustahkam zaxira yaratildi.